Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tadbirkor deb nomlangan va Firuzaliyev tomonidan yozib tugatilgan kitob haqida gaplashamiz. Bu kitob aynan nima uchun va kimlar uchun nimaga o'qish kerak? Mana shu savollarga qisqa javob berib ketaman. Tadbirkor Firuzaliyev tomonidan yozib tugatilgan 2023-yilda sotuvga chiqqan kitob hisoblanadi va bu juda qiziqarli, o'ziga xos janrda yozilgan. Nimaga men bu kitobni aytyapman va nimaga men bu kitobni video rolikka chiqaryapman? Hozirgi holatda bu yo'nalishda kitoblar juda ko'p va aksariyati chetdan kirib keladi. Ya'ni O'zbekistonda bunaqa kitoblar kam. Ya'ni u noldan chiqqan odamlar o'sha tadbirkorlik bo'yicha yozgan kitoblar bor, yo'q emas, lekin sal kam. Bu kitobni men o'zim o'qib tugatdim va bu kitob ham o'sha kitob orasidan chiqqan shaxsning kitobi bo'lganligi sababli men o'qib tugatdim va men bu kitobni 10 balli sistemadan mana subyektiv fikrim 8 qo'yishim mumkin. Nimaga? Chunki siz O'zbekistonda tadbirkorlik qilmoqchimisiz? Ya'ni nima yo'nalishda tadbirkorlik qilmoqchisiz? Uni it's not interesting, but ayrim bir narsalar bor bu kitobda. Ya'ni siz tadbirkorlik qilmoqchimisiz? Bu kitobni siz o'qib chiqishingiz kerak. Ya'ni O'zbekistonda nimalar ishlaydi, nimalar ishlamaydi, qaysi yo'lda yursangiz sizga plus bo'ladi va qaysi yo'lda yursangiz sizga minus bo'ladi. Siz tadbirkor bo'layotganingizda, ya'ni nimadir loyihani ustida ishlab, o'shani qilishga harakat qilayotganingizda kimlar sizga yordam berishi kerak, davlat sizga yordam berishi kerakmi o'zi siz qanaqadir ish, ya'ni biznes qilayotganingizda yoki sizga davlat qaysidir ma'noda sizga yordam berishi kerakmi yoki yordam bermaslik kerakmi yoki siz ish qilayotganingizda davlat chekkada turishi kerakmi? Ya'ni shular yo'nalishda batafsil to'liq qo'pol qilib aytganda A'dan Yagacha hammasini tushuntirib bergan bu kitob. O'zbekistonda bitta so'z bilan aytganda, O'zbekistonda birorta biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, endi o'sha biznesga kirib kelayotgan bo'lsangiz, men bu kitobni tavsiya qilaman. Bu men uchun juda yordam berdi, to'g'risini aytganda. Men shuning uchun o'zim ozgina bo'lsa ham ma'lumot, ya'ni amaliy va anaqa ma'lumot olganim uchun men shu kitobni sizlarga tavsiya qilaman. Men hammaga o'xshab bu kitob aynan siz uchun demoqchi emasman. Siz O'zbekistonda turib nimadir bilan shug'ullanmoqchimisiz, ya'ni biznes qilmoqchimisiz? Albatta, birinchi o'rinda yaxshi bitta biznesmen sotib turishingiz kerak va ikkinchi o'rinda siz mana shu kitobni o'qishingiz kerak. Bu men subyekttiv fikrim. Chunki bu menga o'zimga yordam berdi va yordam berganligi sababli men shuni videoga olib chiqaman. Ya'ni o'sha ko'rayotgan odam ko'radigan bo'lsa, beshtasi, qarani 3tasi to'liq videoga o'qisa, o'zimga chiqyapti. Va katta rahmat. Xudo xolasa yanada yaxshiroq kuchli janrda yozilgan kitobni o'qib tahlil qilib sizga ochib